2016-yil Navoroti vashe jinnixona, qarang farani qaldirganini, orqa stoplari, tumankalari. 2016 4 yumshoq balon, yangi yaqinda 8 ga qo'ydirilibdi. 4 yumshoq balon, chexol, polik, kovrik, 4 yumshoq balon aytganimdek, injektor gaz qo'yilgan chexol, polik, kovrik, monitor, tablo, mashina xullas Navorot qilingan, chiroyli qilib, aka o'zi uchun qildirib, minaman deyishgan ekan. Xullas yaqinda bir qadrdonimiz kanalidan olingan bu. Orqasida stoplarni ko'rasiz, pesochniy stoplar qo'yilgan. Tagida propani, bagajlarga shumka bo'lgan. Kraskasi bor ekan, yaqinda pitnolari bor ekan, lekin hali strashniy udari yo'q uka deyapti. 2016 230 ming yuribdi. Tiniq holatda. 1.5 motori, gidravlik, ABS, konditsioner, injektor, propan, yaxshi akkumulyator holati tiniq. Olasan, minasan degan mashina. Xullas aka aytayapti, hadavoylarigacha polностью yangi qildirganman deyapti. $1000 dan oshiq sarflab yuboribdi. Narxi $7300, kelishasizlar bir qator, akamiz o'zlari nomlarida, like bosib o'tamiz.